Ayni kunlarda yurtimizning barcha hududlarida mamlakatimizning tayanchi va iftixori, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligi posbonlari bo'lgan Vatan himoyachilari kuni, Yangi O'zbekiston armiyasi, mamlakat qudrati, yuksak g'ururi va sadoqat timsolidir shiori ostida keng nishonlanmoqda. Bugungi kunda dunyoda oldindan aytish qiyin bo'lgan murakkab geosiyosiy vaziyat hukm surayotgan bir paytda mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois davlatimiz tomonidan mudofaa salohiyatini mustahkamlash, harbiy xizmat tizimini yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday tizimli ishlar G'allaorol tumani mudofaa ishlari bo'limida ham izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, bo'limning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 2024-yilda keng ko'lamli ta'mirlash ishlari boshlanib, jami 1,5 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflandi. Bino zamonaviy talablarga javob beradigan uskuna va jihozlar bilan to'liq ta'minlanib, bu mudofaa sohasidagi ishlarni yanada samarali, tizimli va tezkor tashkil etish imkonini yaratmoqda. Yangi sharoitlar xizmat samaradorligini oshirish bilan birga fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini ham yuksaltirmoqda. Yangilangan bino nafaqat tuman mudofaa salohiyatini mustahkamlaydi, balki aholiga mudofaa sohasida turli xizmatlar ko'rsatish, harbiy xizmatchilar va fuqarolarni qo'llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa chaqiriluvchilar uchun yaratilgan qulay sharoitlar yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, chaqiruv mavsumida ishlarni sifatli tashkil etish maqsadida tibbiy ko'rikdan o'tkazish punkti zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan jihozlandi. Bu esa chaqiriluvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayonini tezkor va shaffof amalga oshirishga xizmat qilmoqda. G'allaorol tumani mudofaa ishlari bo'limida olib borilayotgan bu kabi islohotlar Yangi O'zbekiston armiyasining qudrati, uning xalq bilan hamnafas ekanligini yana bir bora namoyon etmoqda.